himoya qila olaman. Shu hayotga keldimmi, men o'z bilib o'zimcha yashay olaman. Qo'limdan keladi degan fikr, qat'iyatlik yo'q. Mana shu paytda siz bilasizmi, bilmaysizmi, siz bo'layotgan vaziyatlarni tahlil qila olmaysiz, bola formasiga kirib olasiz. Chunki bola formasi har doim bolani asrashgan. U onani qornida ham bola qiynalmasdan ozuqaga yeb yurgan, katta bo'lgunicha ota-ona unga qaragan. Lekin bu sizga yoqmaydi. Siz o'zgarishni xohlaysiz. Yana yetmaganiga siz aytgan bolalik travmalari. Bolalik travmalari ham siz orzu qilmagan, o'ylamagan, siz bilmagan holda ota-onangiz sizni shu ahvolga olib kelib qo'ydi. Yoki yaqin insonlaringiz. Ular bilmagan, ularda bilim bo'lmagan. Bu ularning o'zining ham ajdodlardagi